easy go. Yo barcha salom negrlar. Sizlar bilan men Steve Gaming bolalar. Bugungi videomizda sizlar bilan yana top 3 ta modlarni obzor qilamiz. Sizlar kutganlaringdek xullas top 3-modimiz Shadows'dan o'tyoramiz. Top 3-modimiz bu hayvonlarni jonini ko'rsatadigan mod. Bu modni men Telegram kanalimdan olsanglar bo'ladi. Telegram kanalim, YouTube kanalim biosda bo'ladi. Xullas, ko'p gapirmaymiz. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Men sizlarga modni ko'rsataman. Xullas, modimizga keladigan bo'lsa, bu mod aytganimdek hayvonlar, любой hayvonni jonini ko'rsatib bera oladi. Mana masalan, mana sigir, qo'y deysizlarmi, cho'chqa deysizlarmi, hammasini men sizlarga любой bittasini ko'rsatib bera olaman. Mana sigir ham bor. Har xil hayvonlarni, hatto Ender Dragon jonini ham ko'rsatib turadi. O'zi Ender Dragonni ko'rsatib turiladi-yu. Endi uni chiqmasa kerak, chunki bosib ketaverman. Lekin ko'rinmaydigan bosslar, masalan, bosamda bo'lmaydi. Golemlarniki yoki jetillarniki o'rtog'ingizni joni ko'rinishi mumkin. Mana mushularniki, lamalarniki yozmaslar, lamani ham qo'yib ko'rsataman. Mushukniki ham ko'rinyapti. Mana lamaniki ko'rinadi. Qanaqadir hayvonniki ko'rinadi. 8 tulki, mana qo'yanniki ko'rinmas ekan menimcha. Mana ko'rinar ekan, tepasi degan prosta. Mana aksilotga qurib qolgan aksilot. Buni tez suvga tushiraylik. Hammasi ko'rinadi. Yaxshilik ham qilib turish kerak. В камине в 6 утра фотография твоя. Xullas, sizlar ham mana shunaqa yaxshiliklarni ko'p qilib turinglar. Короче, mana ko'rshapaliniki, ariniki, hammasini ko'rinadi. Ko'p gapirmaymiz, gapni kam qilamizda. Keyingi modimizga o'tamiz. Qani go negrlar. Xullas, mana keyingi modimiz. Bu modimiz sizlarga Titan moblarni qo'shib beradi. Zombi, Enderman, Golem shunga o'xshagan har xil Titan mutatsiyaga uchragan hayvonlar, moblarni qo'shib beradi. Mana men sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, hammasini olib ko'rsataman. O'zi 4 taginami, 5 taginami. Xullas, mana mashlarni qo'shib beradi. Bular bilan urush hayollaringni ham keltirmanglar. Bular oddiy moblardan 1000 barobar katta, 1000 barobar. Tasavvur qilasizlar, mana buni kattaligini ko'rasizlar. Qanchalik katta? Ichidagi eng kattasi temir golem, eng kattasi bu moblarni. Xullas, keyingisi o'tsa, keyingisi Enderman. Mana Enderman juda chiroyli qilishgan, menga dizayni shunchalik yoqdi. Endi sizlar hozir ko'rsanglar o'zlaring ham yoqtirib qolasizlar. Modda yana aytaman, Telegram kanalimdan olasizlar. Telegram kanalim, YouTube kanalim biosda bo'ladi. Mana keyingisi Golem. Golem juda ham katta. Ishoninglar, nereal, juda ham katta. Mana ko'rib turganlaringdek hozir ko'rsataman. Juda ham katta. Qo'lini kattaligini ko'rasizlarmi? Qo'lini o'zi sizlardan 10 ta keladi. Xullas, mana keyingisi suv zombisi. Bu zombini hamma biladi. O'sha eng yoqimsiz zombi, menga eng yoqmaydigan. Lekin bu kattasini juda chiroyli qilib qo'yibdi. Xullas, keyingisi buni menimcha nima deydi, Technoblade'ga qilishgan. Chunki mana Technoblade'ga juda o'xshaydi. Tojini ham xuddi o'shanaqa qilishgan, salgina farqlari bor-ku, lekin o'xshagan Technoblade'ga. Xullas, keyingisi skelet bo'ladi. Mana skelet ham juda ham chiroyli qilingan. Xuddi Java'da shunaqa qilingan skelet, faqat sal kichkinaroq bo'ladi, joni ham kam bo'ladi. Bu Snow Golem, qorbola ya'ni. Xullas, mana yangi o'rtoqlar o'tirdi. Albatta hazil.
bu modlarni yana bir marta aytaman, takrorlayveraman. Mani Telegram kanalimni olsanglar bo'ladi. Telegram kanalim, YouTube kanalim biosda bo'ladi. Gapni ko'paytirmaymiz, keyingi modga o'tamiz. Xullas, keyingi mod bu karta, to'g'ri. Bu sizlar Minecraftda mensimaydigan PUBG o'rtoqlaringga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi yoki ko'rsatsanglar bo'ladi. Chunki bu modda sizlar PUBG kartasini, PUBGdagi TDM arenani shunchaki Minecraftga birga-bir versiyasini o'ynaysizlar. Mana shu arenada paydo bo'lasizlar, kirsanglar kartaga. Mana hozir ko'rsataman. Birga-bir qilingan mana taxtalar, mana shunaqa joy. Xullas, mana men PUBG o'ynaganman, keyin telefonim ko'tarmay qolgan. PUBG o'ynolmayman hozir. O'yna olaman. Ancha zo'r bo'lganman mana PUBGda. 45 FPS da o'ynaganman oldin. Hozirgi telefonim 45 ochadi, lekin giroskop ochmaganim uchun o'ynamayman. Xullas, mavzudan chetlashib ketdik. Mana kartani ko'rdinglar. Bu kartada men sizlarga tayyorlagan Telegramga tayyorlab qo'yganman bir ikkita aruja modlarni, o'shalarni qo'shib do'stlaring bilan mazza qilib ularni o'ynasanglar bo'ladi. Xullas, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan men Steve Gaming bo'ldim bolalar. Modlar Telegram kanalida bo'ladi. Hammaga xayr.